Assalomu alaykum hammaga. Opus kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana bir bor Timur Malik. Bugun Essential Phrases rubrikasi bo'yicha biz yangi iborani, yangi idiomani o'rganishni boshlaymiz. Va bugungi bizning iboramiz bite the bullet bo'ladi. Bite the bullet. Bu ibora jang maydonidan kelib chiqqan. Aytilishicha, jang maydonida yarador bo'lgan askarlar jangchilarni operatsiya qilish, ya'ni jarrohlik operatsiyasini olib borish davrida ularga o'q tishlatilgan. O'q tishlatilishdan maqsad shu bo'lganki, ularni og'rig'ini yengillashtirish. Ya'ni o'sha o'q tishlatish bilan ularni xayolini o'sha o'q tishlashga qochirib, o'sha zahoti ular operatsiya davomida o'sha tishlatishgan va og'rig'ini oz bo'lsa ham yengillashtirishgan. Umuman olganda u vaqtda anesteziya bo'lmaganini hisobiga shu usulni qo'llashgan. Va shu holatdan bite the bullet iborasi kelib chiqqan. O'zi umuman olganda Britaniyani iborasi bor, to bite the cartridge. Ya'ni shu iboradan kelib chiqqan ekan bu ibora o'zi aslida. Ya'ni 1857-yil Hindlar qo'zg'olonida ayni bu Britaniyani iborasi to bite the cartridge iborasi ishlatilgan. Yana bir qiziq fakt bu ibora haqida. 1975-yil Amerikani Bite the Bullet filmida bu ibora to'g'ridan-to'g'ri ishlatilgan. Ya'ni filmning nomi ham o'sha Bite the Bullet deb nomlangan. O'sha filmning qahramoni uni tishi og'rigan vaqtida o'qni oladi gilzadan, gilzadagi poroxni bo'shatib, gilzani kerakli miqdorda, ya'ni tishini sathiga to'g'rilagan miqdorda kesadi va o'sha tishiga qo'yadi. Ya'ni o'sha ochilib qolgan nervini ustiga qo'yib, o'sha og'rig'ini qoldirish uchun o'sha gilzani tishlaydi. Umuman olganda shu sahna orqali ham o'sha bite the bullet iborasi umuman kinoni nomlanishi bo'yicha ham ishlatilgan. O'zi bu iborani ma'nosi shundan iboratki, biror bir qiyin, yoqimsiz ishni bajarish. Ya'ni ancha vaqtdan beri o'sha ishni bajarmasdan qoldirib kelgansiz yoki ikkilangansiz, lekin o'sha ishni qiyin bo'lsa ham va sizga yoqimsiz bo'lsa ham bajarish. Yoki juda ham qiyin vaziyatda mard bo'lib, o'sha jasorat ko'rsatib, o'sha ishni bajarishda ishlatiladi, ya'ni bite the bullet. Hozirda endi biz sizga bir sahna ko'rinishini, yana har doimgidek kichkina sahna ko'rinishi qilganmiz. Tomosha qiling, sizga yoqadi degan umiddaman. Ketdik. Hey team, how's going? Pretty good. You? I'm doing fine. Guess what? I decided to join the speaking club. Gotta bite the bullet. Oh, that's awesome. I'm really happy for you. Bu video ham o'z nihoyasiga yetdi. Oxirigacha ko'rganlaring uchun katta rahmat. Kanalga obuna bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kanal to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizga kanal haqida yangi ma'lumotlar va yangi videolar haqida ma'lumotlar kelib turadi. Yana bir bor sizlarga rahmat va guys, stay on track.